Hammaga assalomu alaykum. Barchangizga kuningiz xayrli va barakatli bo'lsin. Meni uzoqdan kuzatib turgan aziz opa-singillar hamda musofirda yurganlarga barchangizga Urfadan alangali salomlar bo'lsin deb qolaman. Men esa hozir ishdaman. Bizda soat hozir soat 4dan o'tyapti. Bugun 22 aprel. Tashqarida shunaqangi issiq havo, ichkarida vahshiy nima deydi, nafas olmoq bo'lmayapti. Chunki mana tandirda yoqqanligida, shu tandirimni hozir mana buni kirpishlarini dam olish kuni o'rnataman. Ya'ni nima deydi, mo'sh dekorativniy nimalari, kirpishlarini shularni klaylash kerak. Turmush o'rtog'imga shularni klaylataman. Mana tandirni kraskalashim kerak. Shunaqa hamma joy sut. Keyin issiq chiqqandan shunaqa sut to'kilib dog' bo'lib qoldi. Oxirgi marta dekabrda, по-моему, kraska qilgandim. Yana kraska qilish kerak. Boshqacharoq svetda kraska qilsammi deyapman. Shunaqa. Kirpitganni qarang. Qancha iğnelar var. Kattaligini buni. Может, она беременна. Такой огромный. Uyga kelsam mana shunaqangi manzara. To'g'rirog'i menga so'nib qo'ygandi. Qizim maktabdan kelgandan keyin Samira qizim endigina 10 yoshda. Maktabdan kelgandan keyin menga so'nib qoldi. Shunaqa Yasmina hamma yo'ni chizib, kremlab tashlabdi. Qo'liga kremdan qalam tushib qo'ygan ekan deb aytganda, to'xta, borib yig'ishtirmay turib o'zim borib yig'ishtiraman dedim. Chunki u baribir endi yoshda, o'zim artib tozalab qo'yaman dedi. O'zim borib yig'ishtiraman, baribir keyin uning orqasidan o'zim kelib yig'ishtirishim kerak. Chunki u bolalarcha yig'ishtiradi. Lutchi yonimda turib ko'rib turgani yaxshi. O'rganadi. Hamma narsani top-toza qilishga o'rganadi deb o'ylayman. Chunki hozir yoshda, endi o'sib kelyapti. Biror urishaman, unday qilish kerak, bunday qilish kerak aytib deb qilishingiz kerak. Endi baribir hammamiz ham shunday katta bo'lganmiz. Bizga enam rahmatli juda ham strogi turardi. Qo'q solgandan qo'rqardik-da, shu bezillab tushunib ishimizga tarqab ketardik-da. Men unaqa emasman, lekin chunki o'sha paytdagi travmalar qolib ketganligi uchun unaqa bo'lmaslik kerak deb o'ylayman. Lekin aytib deb mana shunday qilish kerak, mana shunaqa qilish kerak deb biror yaxshi tushuntiraman, biror urishib beraman. Chunki o'rganish kerak baribir. Baribir onani ko'rib o'rganadi deb o'ylayman. Mana pastda ko'ryapsiz, tuxum qo'g'irishgan, hamma yoqqa chachratib tashlashgan. Tuxum qo'g'irishgan, bular menimcha to'kkanmi, hech qaysi biri tan olmaydi nima qilganini. Nimaga undaqa qilishasan, akkuratlik qilsang bo'lmaydimi deb endi jo'rab endi artyapman-da, bu yerlarni tozalayapman. Kichkinalarim xaxolab kulib o'tirishibdi yoqda. Ularga kulgi. Kattalarim xafa yerga boshini egib o'tirishibdi. Shunaqa qilib, xullas hamma o'zining yoshiga yarasha tushunib olyapti bu yerda. Kichkina qizim kelib men pomogу deb kelib olyapti yonimga. Mana hamma yo'qimni tozalab oldim. Endi eshigimizni ham yuvib olaman. Kirorishdagi eshigimiz yomg'ir yoqqanda rosa ham kir bo'lib ketibdi. Kir emas, loy bo'lib ketgan. Mana kirib chiqishib kichkinalarim.
loy kiyim bo'lib keladi, eshikka tegadi, shunaqa qilib kir qilib yuborgan, pastki qismi shunaqa kir. Loy, ya'ni eshiklarni ham akkuratni kirib chiqsang bo'lmaydimi deb urishyapman-da kichinalarimni. Gapirib tozalayotsam qizim kelyapti yonimga yordam beraman deb. Eshikni konditsioner для belyuda yuvib olyapman. Boshida ko'rsatib o'tdim. Bir tomchi tomizib olib, hamma joyini artib, oppoq qilib tozalab olyapman. Konditsioner для belyu shunaqa hidi, shunaqa maza. Shunda artib oldim shkaflarni ham. Kattalarning kiyimini ham yuvaraman, pastel, sochiqlarni ham yuvsangiz shunaqa hidi maza qoladi. Detskiy bo'lgani uchun bolalarning kiyimidan ham shunaqa приятный hid kelib turadi. Mana qizim yordamga keldi. Yordam beraman. Nima ish qilsam yordam beraman deb, "Pomagu" deb kelaveradi. Allohga shukr. Eshiklarni artyapti endi mana shunaqa qilib. Bu eshiklar ham o'zi kremidir, oppoq kremida artib tozalaganman. Men orqamdan qaynachilik qilyapti qizim. Asalcham meni. Ilohim. Umri uzoq bo'lsin. Nimaiki niyat katta qilsak, niyatlarimizga yetaylik, rohatni ko'rib yuraylik. Hamma farzandlari borlar. Shunaqa tilaklarimni aytib qolaman. Farzandsizlarga esa shunaqangi shirincha farzandlar bersin Allohim. Chunki Allohning eng shirin ne'mati bu farzand. Toza bo'ldimi? Hech kimni qismasin Allohim. Nima deysan? Men yuvdim. Sen yana qaytadan yuv. Men chalalarim topdingmi? Qani endi tushunsa shu gaplarga. Kechki ovqatga yana har doimgidek osh tayyorlayapman. Moroziniylarni nima qildimda, xolodilniklarimni bo'shatib tozalaganimda moroziniyda nima bor ekan? Qo'y go'shti bor ekan. O'shanga osh tayyorlayapman. Qo'y go'shtligini bilsa farzandlarim yeyishmaydi. Hidi ko'tarilsin deb. Hidi bor deyishaveradi bolalarim. Hozir bolgarskiy chesnok sovardim, keyin ikkita kartoshka ham solib qo'ydim. Kartoshka ko'pincha osh qilsam sovaraman. Kaprizli bolalar bor. Ular yeyish uchun yana kim menga o'xshab kartoshka soladi oshga? Yozib olinglar kommentariyaga. Oshimni damlab qo'yib, qarasam kirlarni yuvib bo'libdi. Tashqariga yayapman. Ob-havo juda ham yaxshida, shuning uchun tashqariga yayib, yarim soatda quridi ishonsalaringiz. Shu yerda videomni yakunlayman. Hammangiz Allohga omonat bo'ling.